Şu o'quvchilarimizga chiroyli sovg'alar qilyapti. Shu hujja daftar bular uchun qimmatbaho sovg'a. Shular bir yaxshi o'qib, o'nib o'sib, mana elimizga, yurtimizga foydasi tegadigan bir ajoyib kadrlar bo'lib yetishdi. Albatta rahmat Gularaxon, Nasibaxonlar. Mana endi Charrasxon qizimiz tayyorlab kelgan o'yinlarga navbat tomosha qilamiz. va mazmunli bayram dasturimizni havola qilamiz. Marhamat tinglab tomosha qiling. Jannat makon, yurtda yashayman. Har faslning quvnoq gashti bor, ma'zur tutsin o'zga fasllar. Seni juda sog'indim bahor. Qaldirg'ochlar qanotida kel, menga aylab shodliklar izhor. Mayin esgan sabolarda kel, seni juda sog'indim bahor. Ona zamin bahriga tushgan danak bahorda o'z qobig'ini yordi. Uning shijoatidan qarsillagan ovoz chiqdi. Dastlab u quyoshdan taralayotgan yorug'likni ko'rib quvonchdan hayqirib yubordi. Mana yorug' olam, mana kenglik, mana mehribonlik. Shunda u o'zini bezovta qilayotgan ildizday sertomir qo'lni ko'rib qoldi. Nima qilyapsan meni? Seni bog'imga olib borib o'tkazib qo'ymoqchiman. U yerda yaxshi o'sasan, o'zim parvarish qilaman. Bobo dehqonning bu gapini eshitgan Niholning ko'ngli joyiga tushdi. U shunday saxovatli tuproqda olamni ko'rganidan xursand edi. Aziz bobo dehqonlarni
Hosillaringiz mo'l, barakali bo'lsin. Xalqimiz hamisha shod va xurramlik bilan kutib oladigan bayramlarimiz ko'p. Lekin shu kunlarda el-yurtimiz nishonlayotgan Navro'z olam biz uchun eng qadimiy asl milliy bayram. Yürekler zıbarın, yağmur. Hoşlarda taşıyıklar kıymet. Şadan bir teyze, ülkene basar. Başladığında kıymet, kümelek. Yüreklerinde kıymet, şükranı. Mamalar kıymet, kral oynaş. Ular barışta kalbibe. Armağan kıymet, ular barışta nüfus bölmek. Devletine başlamış sınıf okutlarını takip etmemiz. Ularni bunga bayram vaqtida tayyorlab kelgan ishlarni havolatishadi. Navro'z keldi, g'az keldi, turna keldi, g'az keldi. Yel qalboqlardan bülbülday ovoz keldi. Qadamboy Urazmetovga tosh ko'taradiganlar, polvonlar, xo'razvozlar deb yozilishlar. Agar bizning elotimizdan tashqaridan aziz Şu tıkılıp keganini o'tirgizam. Videolardan tushamiz ekan 97-yilda qanaqani ko'rdik 94-sini. Yaxshi. Endigilarni Bo'ldimi? Bo'ldi. To'rt tovoq dedi qovut. Bize bir narsani taklif etdik. Nasib elat orqali chiqadi. Bularning ro'yxati bor. Endi mana shu bugungi katta anjumanga tashabbus bilan chiqqan fermerlarning ustilari bilan ishchilari orqali ishlarimiz deb turibdi. Fermerlar birinchiligi uchun. Avvalar shu har tomonlama to'plami bir mezgillarda bo'ladi.
bo'yicha birinchi Navro'zni ham bilib. Bular bo'yicha. Assalomu alaykum. Bayramlar qutlug' bo'lsin. Ko'p bayramlarga sog'liq bilan yetirolga. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, aziz eldoshlar, mana shu yerga yig'ilgan muhtaram mehmonlar. Assalomu alaykum. Kunni tunga ulab, yurt ravnaqiga o'zining ajoyib hissalarini qo'shayotgan mehnatkash bobo dehqonlar. Shu kunlarda ona yurtimiz O'zbekistonimiz zaminiga go'zal bahor nafasi bilan birga barchamiz orziqib kutgan Navro'zi olam kirib kelmoqda. Tabiat ochilib va qishloqlarimiz yashil libosga burkanib borayotgan mana shu lahzalarda sizlarni, qadrli eldoshlarni, butun O'zbekiston ahlini bayram bilan chin dildan tabriklab, barchangizga o'zimizning samimiy tilaklarimizni izhor etishdan baxtiyormiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Hozir bugungi bayram kechamizni ochib berish va siz azizlarni ulug' ayyom bilan tabriklash uchun mahallamiz oqsoqoli Karim aka Matmurodovga beramiz. Marhamat. Marhamat. Hurmatli eldoshlar, mana bu yilimiz shunday yaxshi yil, saylovlar yili. Mana yaqinda prezidentlikka nomzodlarimizda 4 ta nomzod